Azizjon aka, sizni oldingizga kelishimdan maqsad 2 yildan buyon ayolim bilan o'rtamizda farzand muammosi bo'lyapti. Bundan oldin 2-3 ta doktorga borib ko'rdim, lekin ular ham umuman foyda bergani yo'q. Qanaqadir bir uydagilarim to'g'risini aytaman, folbinlarga yuboradigandek bo'ldi, qanaqadir issiq sovuq qiladigan, qanaqadir bir nima deydi, irim-sirimchilarga yuboradigan qilishdi. Endi bilmayman ular nomini qanaqa deyiladi. Xullas, ularning ham foydasi bo'lmadi aka. Ayolni tezroq homilador qilish uchun qanaqa tavsiyalar berasiz? Tak, birinchi navbatda bratan qilishingiz kerak bo'lgan ishlardan bittasi bu ham ayolingizni, ham o'zingizni to'liq tekshiruvlardan o'tkazishingiz kerak. Ikkinchisi, siz spermogramma topshirishingiz kerak. Ayolingiz esa ginekologdan to'liq o'tishi kerak. Ya'ni uni hayz sikli normalniy yoki boshqacha ekanligini bilishimiz kerak. Endi ayolni tezroq homilador qilish uchun kerak bo'ladigan tavsiyalar bor. U ham bitta ikkita. Ya'ni bu 100% effekt beradi degani emas, faqatgina yordam berishi mumkin. Agar sizda tez bo'shanish bo'layotgan bo'lsa, tez bo'shanishni birinchi davolashingiz kerak. Ayol kishini orgazmga olib chiqqan paytda homilador bo'lish ehtimolligi 3-4 martaga oshadi. Bu ilmiy isbotlangan faktlardan bittasi. Ikkinchisi, spermogrammani sifatiga qarash kerak. Ya'ni A kategoriyali spermatozoidlar miqdori qancha yuqori bo'lsa, ayolingizning homilador bo'lish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Uchinchisi, ya'ni ovulyatsiya. Ayol kishining hayz siklini, ya'ni teng o'rtasida, deylik 28 kunlik bo'ladigan bo'lsa, 13-16 kunlarida jinsiy aloqa qilish tavsiya qilinadi, tezroq homilador bo'lish uchun. Bu tavsiyalar 100% ishlamaydi, lekin ehtimolligini yuqori qiladi. Qolgan tavsiyalarni esa ayolingizga ginekolog bergani maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz sizga berishimiz mumkin bo'lgan tavsiyalarni bir qismi shu edi. Agar sizga to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin yoki bizning kanalimizga obuna bo'ling. Biz bu haqida keyingi videolarimizda yana batafsilroq gaplashamiz. Siz bilan Azizjon Davlatovich bo'ldi. Xayr.